Sharqiy Turkistonda musulmonlarga bo'lgan bostirishni kuchaytirayotgan Xitoy doiralari Xitoy-Qozog'iston chegarasiga yog'liq ortish va soqol qo'yish shaklida deb yozilgan plakatlarni osdi. Bu atalmış bexatarlik tadbirlari Xitoyning rayondagi musulmon turklarga qaratgan zulm va cheklamalarining chegirdilar boshlanganligini isboti deb qaraldi. Xitoy bu bexatarlik tadbirining Xi Jinpingning boshchiligidagi bir balvoq bir yo'l qurilishi uchun intayin muhim deb qaramoqda. Sharqiy Turkiston Xitoyning O'rta Osiyo orqali dunyoga ichilishdagi muhim tuguni hisoblanadi. 20-asrda Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurashlari bilan tonilgan milliy qahramon Osmon Baturni vafotining 68-yilligi munosabati bilan cho'nqur yod etamiz. Uning kurashlari 1940-yili Xitoy zulmi so'ngaki yetganda boshlagan bo'lib, 1941-yildan 1943-yili yozgacha partizanlik shaklida elib berilgan. 1943-yili 22-iyul Altayni tamamen Xitoylardan tozildi. Osmon Batur 1951-yili 29-aprel Xitoy tajovuzchilari tomonidan shahid qilindi. Uning dastlabda quloqlari orqadan beshi kesildi. Pokistonlik qizlar $2800 Xitoy erlariga setilmoqda. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti Pokiston bilan qo'shnisi Xitoy orasida odam atkazishligi elib berilayotganligi haqida bir bayonot e'lon qildi. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari mudiri Sophie Richardson tomonidan yozilgan Kelin atkazishligi nomli maqolada Pokiston bu haqdagi ogohlantirishlarni diqqatga ilish kerakligi ta'kidlandi. Shuning bilan bir vaqtda eng az deganda 5 Osiyo davlatida ayollar va bolalarni Xitoyga setish ahvoli borligi o'tirib qo'yildi. Pokistondagi bir televiziya kanali bu ayning beshida orasida 13 yoshli bir qizmi bor bo'lgan 6 ayolning kelin nomida Xitoyga avatilishini saqlayotganda qo'lga elinganligini xabar qilgan edi. Amerika doiralari Beyjingning Janubiy Xitoy dengizidagi sahil bexatarlik paraxodlari va baliqchi kemilari agar ig'vogarchilik harakatlarida bo'lsa, ularga Xitoy dengiz armiyasi qatorida inkos qaytaradiganligini bildirdi. Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi talash-tortishliq sun'iy orollarga harbiy qismlarni o'rnashtirishi diqqatni tortmoqda. Xitoy, Amerika shundaqla Bruney va Malayziyaning ba'zi orollarini o'z ichiga olgan holda Vyetnam va Filippin qatorliq qo'shni davlatlar bilan egilik huquq talash-tortish qilmoqda. Türkiye Devlet Reisi Erdoğan bilen Amerika Prezidenti Trump telefonda görüştü. Erdoğan Trump bilen görüşkende S-400 müdafiə sistemisinin setilişi hakkında bir hizmet grupsi kuruş teklifini oturuq koydu. Erdoğan bilen Trump yana iki taraf münasebeti ve rayon meseleleri hakkında fikir almıştırdı. Hem de iki devlet arasındaki sodunu 75 milyardga yetkizish nişanı hakkında birdeklik hasıl kıldı.